Уважаемые коллеги, наши дорогие женщины, сотрудники акционерного общества «Максам Черчит», от имени руководства и себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным днем, праздником весны, 8 марта. Пожелать вам всего самого наилучшего, успехов в жизни, крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний, чтобы этот год принес вам исключительно положительные эмоции и чтобы сбылись все заветные mechты. С праздником! Hurmatli ayollarimiz, onaxon, opa-singillarimiz, sizlarni Kasaba uyushma qo'mitasi nomidan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayram bilan chil qalbimizdan qutlaymiz. Sizga bahoriy tabassum, mustahkam sihat salomatlik, olam quvonchga to'la hissiyotlarni yo'ldosh bo'lishini tilakdosh bo'lib qolamiz. Lablaringizdan samimiy kulgu, xonadoningizdan baxt va saodat tuyg'ulari, ezgulik hissi, nur va sevinch, mehr va muhabbat aslo arimasin. Hurmatli korxonamiz aziz ayollari, sizlarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tabriklayman. Ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Korxonamizda gullab yashnashida, xizmat qilishdan charchamasdan, toliqmasdan uzoq yillar hamkorlikda ishlab yurishga tilakdoshman. Oilaviy baxt, sog'lik, salomatlik hech qachon tark etmasin. Hurmatli korxonamizning aziz ayollari, bolalarim, qizlarim, sizlarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayramini sidqi dildan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, oilalarda fayz, baraka, hamisha ochilib yozilib yurishlarini Allohimdan so'rayman. Hammanglar sog' omon bo'linglar.